Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlarım. Ciddi bir vaziyat bilan yani bugün sizlar bilan ko'rishga o'tirib chiqdim. Oldi bilan vatanimning ichidagi fashist Xitoyning qo'lida o't kuyib, qiyin qistoqlar bilan qiynalib, chiqirab, yordamga muhtoj bo'lib, bütün dunyoga nolisini anglatolmay o't kuyib o'lgan, ash binoda o't kuyib o'lgan Urumchidagi qarindoshlarim, farzandlarim, ota-onalarimga bütün dünya boyunca matem tutumen ve ulanın aile tababat dost braderlerinin aman kılışını Allah'dan soraymen hem ulağı təziyə bildirmen. Bütün dünyadaki Uygurlar çet elde midriyalaydıgan, manalaydıgan, mınımen teşkilat digenler hemminla bugün Ürümçidek yerde Xitayning optimatının, atomunun, qiynaşning, tekshirishning hammasının ostida turib, qo'zg'ilib chiqqan qarindoshlaringlar uchun o'rninglardan dars so'ringlar. Qanday uyda uxlab yotibmiz? Qanday tura olamiz? Men tashkilot deganlar 10 odam chiqsimi hisob, 5 odam chiqsimi hisob, Xitoy elchixonasining oldiga darhol paydo bo'linglar. Chaqiriqni ishtik qilinglar, ishtik chiqinglar, nihoyat tez chiqinglar, moslashinglar. Qarindoshlarni qutqizib qilish uchun, qog'al oldi o't ko'ydi, qog'ini o'qda o'lmaslik uchun qutuldirib qilish uchun butun dunyoga vaqiranglar. Sharq Turkiston majlisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur Amerika uyushmasi, biz tashkilot degan ekansizlar, dunyoning hamma yeridan o'zinglar turayotgan yerdan, hamma yerdan atrofingdagi munosabat tashkilotlar, do'st tashkilotlarni chaqiriq qilinglar. Kanada, Avustraliya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'izistondagilar, uydagilar motam tutib, motam kiyiminglar bilan o'zinglarni videoga chiqaringlar. So'zlab chiqaringlar. Qarindoshlar, Arabistondagilarmi berib Makkaga o'zinglarni tashlab, ash videoni elib Uyg'urni qutuldirib qol degan video bilan videoni qo'yib o'tinglar. WhatsApp'larga, YouTube'larga İngilizce tilde tercüme qilib Uyg'urlarning vaqirayotgan narsasini İngilizce biladiganlar, Türkiyeçe, Türkçe biladiganlar, Arabça biladiganlar mushundaq vaqtida vatan uchun shehid bo'layotgan qarindoshlaringlar uchun, o'limning og'ziga berib qolgan qarindoshlaringlar uchun kurash qiladigan payt mushu. Nəhayət çoğun gap qılıbatqan bir qarindoshlarimiz var o. Biz bedel to'laymiz, biz o'zimiz chiqimiz o'tirga. Andaq qilimiz, mandaq qilimiz degan. Buni qiladigan vaqt mana bugun. Mushundaq vaqtida chiqib, bütün dunyoga o'zinglarni anlatinglar. Türkçe tercüme qilinglar, Arabça tercüme qilinglar, Arab dunyosini qo'zg'anglar, Türk dunyosini qo'zg'anglar, İngliz dunyosini qo'zg'anglar, Xitoycha gap qilganlar, Xitoycha gap qilyotdi mana Mirzat. Muşu hedef haberlerini bir vatıdı. Bulup mu Tahir İmin ve Tahir İmin'in etrafındaki septaşları ben nihayet bu kitim razı oldum. Aş o ketken zaman bütün gizitlerge, çetel gizitlerge haber kılıp, ölü vatka adamlarını haber kılıp, uttulu haberini uttu bir vatıdı. Sizge Allah, bütün ecellerinizin Allah bəsun. Tilekleriniz icabet olsun. Sizdek bir kahraman ballarımızın, akbaratçılarımızın davamlıq meydanı çıkıp doğunuğa nait hoş olduk. Sitim Türk'ün derhal vaxtıda çıkıp çakırıp kıptı. Bununla nait hoş oldum. Qarindoshlar, hoş oladigan iş yok hazır. Qayıq qıldığan iş var. Lekin ben o başqalarını qo'zg'ash uchun ba'zan jumlalarni ishlatayapman. Bütün dünyada kechiksak olmaydı. 3 kundaki namoyishga chiqsak, 2 kundaki namoyishga chiqsak, kelar hafta namoyishga chiqsak deydigan gap yo'q. Tayyorlig'inglar bo'lmasa, banasini eliblam 6-7 odam bo'lsin, Xitoy elchixonasining oldiga berib, ash ichvat, uyga qamag'anlarni ichvat, bostirishni to'xtat degan lozunkini yezib, darhol elchixonaning oldiga paydo bo'linglar. Mayli Norvegiyadagi, mayli boshqa davlatdagi qarindoshlar Hemminglar biz inqilobchi deb, biz xalq uchun ishlaymiz deganlar yeteklab oldiga chiqqanlar, shuar to'lab xalqni ochiqinglar. Sizlar chiqsanglar oqingizdan chiqadi. U odamlarni 100 qilish, 500 qilish, 5000 qilish vazifa emas. 10 odam chiqsimi oqingda hisob, 5 odam chiqsimi chiqib, ash bayroqni ko'taribla chiqiblam, lozunkini ko'tarib chiqib Xitoy elchixonasining oldiga paydo bo'linglar. Bu
vatandagi qarindoshlarimizni qutuldirish uchun bosgan qadamimiz bo'ldi. Bu o't o'chirish maydoniga yugurib birib suv chechib berganimiz bo'ldi. Bu eshiklarni taqib etgan eshiklarning qulpisini ochqizdigan emgak bo'ldi. Og'zimizni gap qilsaqlar hisob emas, yozsaqlar hisob emas. Qo'zg'alinglar. Qo'zg'ilib butun dunyo bo'yicha Xitoy elchixonasining oldida, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oqsaroyning oldida, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida, Amerika Tashqi ishlar ministrining oldida, NATOning oldida bir bizni qutuldiringlar deb kuyib ketgan bolalar, kichik bolalarning rasmini elib turinglar. Bir kun, 2 kun, 3 kun, hatto bir haftagacha mushundaq davomlashtiringlar. Bu ishning oyga qanday tushidi tek biz kuzatimiz. Biz aşağıdaki beguna öygü solunu açlıktan, kıyın kıstaktan, məhbi doktorlarga apırıp ayazayını elip setip atkan qarindaşlarımız üçün nurgun kaygırıp, endiş kılıp, yıqılap kelip atsak, hem de aşkarı bulanı ottu köydüydü. Karanlığa darvazını aşkılı unumığını, hatta ot öçürüş maşinisi kese darvazını açamadı. Darvazını hem takap, işiklerini hem peçe silip, binanın işkiga hem peçe silip, öyünün işkiga hem peçe silip. Kördüңdü mü? Ben resmini tatip tek çıkarıp alamadım. Bir aile, küçük 5 yaşlık bala, 11 yaşlık bala, hemminlerin balısı var, ballarımız var, ballarımız kandak köyümüz. 5 yaşlık, 6 yaşlık bala ve onun anısı çıraylık resimlerini kolda tutup ot tüküyüp ölüptü. Resimler karab bakınlar, WhatsApp'larının içine kirinler, Facebook'larının içine kirinler. Sözlerler bulup mu chat el tilide tercüme kılıp sözlerler. Biz Xitayının bundak vəhşilik bilen Uygur'unu bastırışının davamlaşıdığına işenmeyimiz. Birinci Allah'a andın kalsa bütün dünyanın hakkaniyet cəngçileri ilahi cazaba makul sizlerge. Əmiz, rəhmət.